O'rtoqlar, bu testni uyda sinab ko'rishni tavsiya bermaymiz. Juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Xo'p, xudo xolasa biz testimizni boshlaymiz. Prosesni hozir tushuntiramiz. Bu yoqdan birinchi bo'lib operatsovka apparatimizda biz davleniya berishni boshlaymiz. Davleniya berishdan oldin suv beramiz. Stent ichidagi havoni chiqarib olamiz hozir birinchi o'rinda. Hozir mana havo ham chiqyapti. Do'shini eshitsanglar bo'ladi. Havoni chiqarib olganimizdan keyin biz bu stentimizni issiq suvga solamiz. Hozir ko'rib turganingizdek 80 gradusli suvga solib turib, buni polniy rost qizdirib olamiz, graska chiqarib olamiz. 15 minut o'tgan, 12 dan hozir 10 minut mana shu issiq suvda turadi, ya'ni mana shu qurilmamizni polniy graska chiqib olish uchun. Tenlarimizni o'chirib qo'yganmiz, mabodo xeyterlar uchun qizdirib ham eritib qo'yadi shlankani deydiganlar uchun tenlarimizni o'chirib turibdi. Buni biz sinab ko'rishimizdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Internetda ko'pchilik mana shunaqa kontentlar qilgan, lekin ular shunday to'g'ridan-to'g'ri suv ulab turib davleniya tekshirgan 60 bar nechidir barlargacha chidayotdik, kuchimiz yetmayapti deyotganlar ham bo'lgan, yorilmagan deganlar ham bo'lgan. Lekin bu hozir testimizda bir 15-20-25 bardan shlankamiz yorilishi mumkin. Ularnikidan testidan farqi shundaki, ular gradus berib ko'rishmagan. Biz hozir ko'rib turganingizdek 70-80 gradus berib turib, o'sha yuqori gradusda shlankani o'sha tabiiy holatda qanaqa o'zi foydalanish jarayonida qanaqa nagruzka tushadigan bo'lsa, o'sha nagruzkani tushirish harakatini qilyapmiz shlankaga. 15 da boshlagan edik, mana 25 bo'ldi. Ya'ni 10 minut turdi yuqori gradusli suvda. Hamma narsani boricha ko'rsatamiz biz. Boshida 80 gradus edi. Ko'rib turibsizlar 70 gradus bo'ldi. Endi davleniya berib ko'ramiz. Hozir mana yerda kamera qo'yganmiz, bu yoqqa ham kamera qo'yganmiz. O'sha yorilgan paytini fiksitsiya qilish uchun, ya'ni necha barda bo'lganini sizlarga ko'rsatish uchun kamera qo'yganmiz. Biz o'zimizni chetroqqa o'tib turamiz, ya'ni hali o'tilganda o'zingizlar ko'rishinglarni tavsiya bermaymiz, ayniqsa u sharoitda. Hop, 10 bardan boshlaymiz. Boshlab aytinglar. Nechiga chiqdi? 15 dan oshdi. Mana 20. 20 bar. 20 bo'ldimi hozir? Mana 70 gradusda 20. Bittasi otdi. Xo'p, birinchi o'rinda fertimiz otdi. Xo'p, o'rtoqlar, hozir mana birinchi slangimizni taxminan 20-30 atrofida otdi, yana videoda hozir ko'rib olamiz. Va buni hozir o'chirib qo'ydik. Buni trenlarini, qolganlarini endi test qilamiz, endi davom etamiz. Endi qolgan shlankalarimizni o'sha metalloplar shlankalar bilan fertalfet, fixalfix va press fittingimiz qoldi. Hozir shuni ko'ramiz. Bu ham necha bosimga bardosh berar ekan.